Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Şərq Türkistan avazının gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qarşılayırıq. Tövəndəki xətanlar xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Xitay Kompartiyasının Şərq Türkistandakı Uyğurlar qaratqan siyasəti kişilik hüquq təpsəndiciligi toğrusida hər xil talaş-tartışlarni qozğadı. Kişilik hüquq təşkilatları Müslüman dövlətlərini və Olimpik komitetini yana bir qatim mənfəət üçün köz yumğanlığını ayıpladı. Amerika Müslüman gruppaları 17 dekabr payshanba kuni Islom hamkorlik tashkilotidan Xitoyning Uyg'urlarni keng ko'lamda qamab qo'yganligi to'g'risida so'z qilishini talab qilib, xalqaro organlarni Uyg'ur xalqlarining irqiy qirg'inchilik deb ataganligiga sal qardi deb aybladi. Islom hamkorlik tashkiloti musulmonlar ko'p sonliqni tashkil qiladigan 57 davlatdan tarkib topgan bo'lib, musulmonlar xo'rlangan deb qaralgan dialolarni qabul qilib, bir taraf qilish majburiyati bor. Lekin bosh shtabi Saudiya Arabistonida bo'lgan bu tashkilot Xitoyning Sharq Turkistonda yuz bergan kishilik huquq tafsirchiligiga qarta hech qanday ifoda bildirmagan. Aksiya mazkur tashkilot vakillari o'miki Xitoyni ziyorat qilganda Junxo Xalq Jumhuriyatining musulmon fuqarolariga atalmish ko'ngil bo'lishdagi tirishchanligini maqtagan. Amerika Islom munosabatlari komitetini o'z ichiga olgan Amerika musulmon tashkilotlari birlashmasi a'zo davlatlarni Xitoyning kuchidan qo'rqib ketdi deb aybladi. Uyg'ur, Tibet, Hong Kong va Xitoy kishilik huquq tashkilotlari Xalqaro Olimpik komitetining rahbarlariga maktub yo'llab, Xitoyning kishilik huquq tafsirchiligini nima uchun ko'rmasga soldiganligiga tushuncha berishni talab qilgan. Maktubda ta'kidlanishicha, Belorussiya amaldorlariga tinish namoyishchilarni urgan, tan jazosi bergan, tutqun qilganlik uchun embargo yurgizgan Xalqaro Olimpik komiteti atalmish olimpikni siyosiylashtirmaslik nomida Xitoyning necha millionlagan Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'ul, Hong Konglik va Xitoy fuqarolarini tutqun qilishiga ko'z yummoqda. Maktubda Xalqaro Olimpik komitetining bu reallikni ko'rmasga sebab kelganligi tanqidlanib, biz buning sababini bilishni talab qilamiz deyilgan. Bu maktubni Uyg'ur tashkilotlari, Erkin Tibet o'quvchilar harakati, Xitoyda o'lim jazosiga qarshi turish tashkiloti, Xalqaro Tibet Tori va Hong Kongliklar tashkiloti qatorliq tashkilotlar birlikda yozgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Pompeo 21 dekabr kuni Amerikaning Xitoyning zulm harakatiga mas'ul bo'lish irodasini namoyon qilish uchun kishilik huquq tafsirchiligiga qatnashgan barliq Xitoy amaldorlariga viza jazosi berdiganligini e'lon qildi. Viza berish cheklangan kishilarning va oilasidagilarning kelgusida Amerikaga kirishini cheklagan. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 21 dekabr bayonot e'lon qilib, ko'chmanlar va davlat qonuniga asosan Xitoyning mustabid hukmronlarining diniy zotlar, oz sonliq millatlar, o'qituvchilar, kishilik huquqini qo'g'dag'uvchilar, jurnalistlar, emgak tashkillovchilari, fuqarolar jamiyati tashkillovchilari va tinish namoyishchilarga zulm qilishga mas'ul kishilar, shundaqla ijro qiluvchilarga umuman kishilik huquqini dafsanda qilish jinoyati o'tkazgan, uningga sherik bo'lgan, siyosat belgilagan va ijro qilgan Xitoy amaldorlari va ularning oila tavobatlariga viza bermaslik cheklimiz qo'yganligini e'lon qilib, Amerikaning bu kishilik huquqini dafsanda qiluvchilarning Amerikaga kirishini qarshi olmaydiganligini aniq o'tirib qo'ydi. Pompeo Amerikaning o'tganda Xitoyning aloqador amaldorlariga Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsandachiligiga chedishlik vaqalar, Amerikaliklarning Tibetga berishiga to'sqinlik qilish va Hong Kongning avtonomiyasiga buzg'unchilik qilish qatorliq bir qator viza cheklamasi va iqtisodiy jazo yurgizganligini eskartib, mazkur qaror Amerika hukumatining texmi ko'p Xitoy kommunistlarini o'z xalqini bostirganlik qilmish uchun jazolaganligini, kishilik huquq xiloflik qilish jinoyatiga chetishlik barliq Xitoy amaldorlarini mayli qayerda bo'lsin jazolash uchun bu qo'shimcha cheklamani e'lon qilganligini, Xitoy hukumatidan o'z huquqini qo'g'dash uchun tinish yo'li bilan kurash qilgan kishilarni, jumladan Uyg'ur olimi Ilhom To'xtini, Tibet filologlari va korxonachi Tashi Wangsinni darhol qo'yib berishni talab qilgan. Hamda Xitoy hukumatini dunyo kishilik huquq xitobnomasiga amal qilib, o'z fuqarolarini aqalli kishilik huquq va erkinlikdan bahramand qilishga chaqirgan. Xitoyning Sharq Turkiston, Hong Kong, Tibet qatorliq joylardagi uzun muddatli kishilik huquq tafsirchiligi va nomuvofiq harakatlarga qarshi turish uchun Amerika hukumati bu yil Xitoy Kompartiyasiga orqa-orqadan jazo to'lqin qo'zg'agan. 9-iyul kuni Amerika atalmish Xinjiang partiya komitetining sekretari Chin Chuangoga, atalmish Xinjiang siyosiy va qonun komitetining sobiq sekretari Zhu Hailunga, atalmish Xinjiang jamoat xavfsizlik idorasining boshlig'i Wang Mingshanga, sobiq jamoat xavfsizlik idorasi partiya komitetining sekretari Hu Liujun qatorliq 4 kishiga jazo qo'llanib, ularning mol-mulklarini to'g'natgan va Amerikaga kirishni cheklagan. Turkiya sirtidagi turklar va qarindosh millatlar idorasi bu yil Uyg'ur turklarining ma'rifi va Osiyo Tinch okean rayonida axborotchilarning taraqqiyoti uchun nurg'ulg'an loyihalarni ishga oshirdi. Turkiya sirtidagi turklar va qarindosh xalqlar idorasi tomonidan e'lon qilingan yozma bayonotga asoslanganda, bu yil Turkiya bilan cho'nqur tarixiy, diniy, siyosiy, jug'rafiyalik va madaniyat rishchisi bo'lgan qarindosh, urug' tuqqan va irqdosh millatlarga qaratilgan ma'rif yordam programmasi davomlashtirilgan. Bu doirada dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur diasporasiga tava yoshlarning ona tilda iqtidorli bo'lishlari, shundaqla o'zlarining milliy va ma'naviy qimmat qarashlarini unutib qolmasliklari uchun Uyg'urcha darslik kitob tuzish xizmatlarini boshladi.
Dərslik kitaplarning mazmuni Uyg'urcha nashr qilingan materiallar tekshirilib, muhojiratda Uyg'urcha dars bergan o'qituvchilarga qarata Turkiya, Amerika, Shvetsiya, Qirg'iziston, Belgiya va Yaponiya qatorliq 12 davlatga berilgan tekshirishlar orqali bekitildi. Farabi ma'rif loyihasi doirasida fan texnika va matematik sohasida iqtidorli bo'lish uchun o'rta va to'liq o'rta maktab yoshidagi Uyg'ur yoshlarga kurs programmalar tashkillandi. Uningdan boshqa yana Osiyo Tinch okean rayonidagi davlatlarda axborotchilarning taraqqiyotiga hassa qo'shish va hamkorlikni kuchaytirish maqsadida Osiyo Tinch okean to'r taratqullari bo'yicha tarbiyalash programmasi ishga oshirildi. Programmaga 9 davlatdan 150 kishi iltimos qildi. Türkiye İçki İşler Ministri Süleyman Soylu, Gretsiyaning ko'chmanlarga aziyat yetkazishi va inson qalbidan chiqqan muomalasiga qattiq norozilik bildirdi. Gretsiya davlat xavfsizlik kuchlarining Agi dengizida tartibsiz ko'chmanlarga qarta aziyatlari va inson qalbidan chiqqan muomalalari mazmun qilingan video ko'rinishlarni ommaviy o'rtoqlash to'rbetidagi sahifasida ham berilgan Süleyman Soylu, Yevropa Ittifoqi Ichki ishlar komissari Ylva Johanssonga xitob qildi. Süleyman Soylu uchurida Gretsiya davlat xavfsizlik kuchlarining Türkiye'nin dengiz suv tavallikida yurayotgan ko'chmanlar o'ltirilgan qiyiqni portlatib etish natijasida dengizga tushib ketgan 5 tartibsiz ko'chmandan 3 kishining hayotidan ayrilganligini ta'kidlab, Gretsiyaning ko'chmanlarga qarta aziyatlari va inson qalbidan chiqqan muomalalarni tanqid qildi. Xabarlarimizni yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.